uyuzi asakalanmay qurib qolaymi, ko'klaymi deb tursa, yana bu bir taqa mevini boqolmaydi-da bu. Siz mana tugaga mana birini yechib turib chiqib emasmi mana? Ha, bundan elbetme degan deymiz. Ama biz elbetmede 1 yıl turib, 2 yıl turib qolishimiz mumkin. Buni darhol elbetish kerak. Buningda endi kasallik mikrob boshqa qoldiqlar bor. Shundan Fadil xonim, mana buning Fadil xonim maxsus o'simlik doktori endi. Ha. Aspirant doktor bo'lganda bor. Shunga mushlarni kutakni qo'ni shaqpaq bag'ni qadar berib qo'ymaymiz. Tashlab kesib etgan endi shaqli bo'lib qolsinmi? Qo'ymaymiz. Endi mishada ina. Manim bo'ldi makicha. Mana yaxshi so'zladingiz mana. Mana shundoq chalajon bo'lib qolgan. Buni chalajon bo'lib qolgan daraxt deymiz. Endi yerimjon chalajon bo'lib qoldi, yerimjon bo'lib qoldi degan mushlar daraxtni qanday tutqizimiz? Buningda birisi mush tuproq yaxshilashga ahamiyat beramiz. Mush tuproqning atrofini shu daraxtning yirtiz taqishlaymiz. Mush atrofni yirtiz taqishlaymiz. Mush atrofni pat-pat yumshitib turamiz. Jani havo o'tkazchilik sharoitini yaxshilaymiz. Anandan keyin mushundaq daraxtlarga 500 yashar atrofida o'riya shuldirib 500 yashar degan gap 500 kilo suvga 1 kilo o'riya qo'yamiz degan gap. Uningga aqut. Andaki uningga linsha archangjadan yana azroq shuldirib 600 yashar atrofida 1 kiloga 600 kilo suv qo'shib mush atrofiga shuga vaqtda eriq chechib quyib beramiz ani. Birisi yıldızın şumurda avucuqni. Yana birisi yupurmaqdan linsha archangani shu 0.10dan 3%, 0.4% suyuldirib, tushundirishib 1 kiloluk 500 gramlik chiqadi bu. Bu nayt yeşil dora yupurmaqni kesib beramiz. Her haftada bir qatim uda 2-3 qatim chechib, bu yupurmaqninki timan cho'ng bo'lishiga, yupurmaqning tum yeşil bo'lishiga kapolat qilsak, bu yupurmaqlar quyosh nuridan foydalanib fotosintez rol deydigan bir rol var. Guanghe zoyong deydi dilda tilda. Bu şu fotosintez rolini joriy qilish orqali quyosh nuridan foydalanib tarkibik namlik bilan karbon suv birikmalari deydigan ozuqni chiqarib chiqardi. O karbon suv birikmalarini biz shunday holda to'liqlamaymiz. Intayin tez bu. Bu faqat yupurmaqla ishlab chiqarilib, yupurmaq ravam kelin yaxshi rolni o'ynagandan keyin yupurmaq senga karbon suv birikmalari ham yo'tkilib yıldızga boradi. Yıldız bo'lganda yıldızning taraqqiyoti ilgari suriladi. Yıldızga karbon degan ilmi intayin zarur bo'lgan ilmi. Nurg'un bag'vallarimiz, nurg'un do'stlarimiz tushunmaydi. Endi shundan bilan yıldız qanday qildi? Yıldız taraqqiyotdan keyin buning asli ketishi kuchaydi. Ikkinchi omil nima qilamiz deganda, ikkinchi omil nima deganda, mushun mevalarini shalanstiramiz yoki evotimiz. Chunki bu uyuzi asakalanmay qurib qolaymi, ko'klaymi deb tursa, yana bu bir taqa mevani boqolmaydi-da bu. Meva boqamdi, asakalamdi bu. Shuning uchun mesela og'rib qolgan odamni emgaga salam do'samamdi. Og'rib qolgan odamni quvvat tamoq, yemak, ichmaklarni beqib, allandiramiz, asli keltiramiz. Asli kelganlikni emgaga solamiz. Shuning uchun buningga darhol tutish qilib, ustiga chechak biqlarni ham biz putish kerak. Voy ma'lum bu jiqishgan, tasishgan, tasmas bu. Mesela bu quyuq shaqlanimizda og'och evotimiz. Bu mu chechak shalanish bo'ladi? Baq quyuq misal meva shaqlarni qaranglar. Usti qaranglar, hamma chechak. Bu hozir chechakni boqaymi, ko'klaymi, qurib ketaymi degan bu savol ustida turayotgan daraxtmi bu. Shuning uchun bu savol ustida turgan daraxtlarimizni asli keltirishda cho'qim men degan bir qancha tadbirlarni yaxshi ishlasak, yupurmoqni chechagan o'tni 2-3 qatim chechamiz.